Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan bolaning ta'lim olishi va rivojlanish haqidagi nazariyalarning mazmun mohiyati haqida o'z mashg'ulotimizni olib boramiz. Demak, ushbu mashg'ulotni O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti pedagogika kafedrasi dotsenti Anvar Vahobov sizlar bilan olib boradi. Ushbu mashg'ulotimizda, demak, quyidagi rejalar orqali o'z ma'lumotlarimizni berib o'tamiz. Demak, birinchi rejada ta'lim nazariyalari, behaviyorizm, kognitivizm va konstruktivizm haqida tushunchalar, konstruktivizm pedagogikada nazariy va amaliy yo'nalish sifatida, konstruktivist o'qituvchi xususiyatlari va ta'limdagi roli haqida gaplashib o'tamiz. Demak, pedagogika va ta'lim psixologiyasi tarixda behaviorizm ta'lim nazariyasi alohida o'rin egallaydi. Ushbu nazariya 20-asr boshlarida paydo bo'lib, ta'lim jarayonini ilmiy, obyektiv va aniq qonun-qoidalar asosida tashkil etishga intilishi bilan ajralib turadi. Behaviorizm inson xulq-atvorini tashqi ta'sirlar orqali o'rganish mumkin degan g'oyaga tayanadi va ta'limni kuzatiladigan natijalar bilan bog'laydi. Shu jihatdan u an'anaviy, intuitiv va subyektiv yondashuvlarga qarshi qaratilgan ilmiy yo'nalish sifatida shakllangan. Demak, behaviorizmda o'qitish jarayonining tashkil etilishi. O'qitishda quyidagi usullar keng qo'llaniladi. Takrorlash va mashq qilish, ko'nikma va malakalarni avtomatlashtirish, test va nazorat ishlari va dasturlashgan ta'lim. Demak, kognitivizm ta'lim nazariyasi haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, ta'limni faqatgina tashqi xulq-atvor orqali tushuntirish inson bilish faoliyatining murakkab mohiyatini ochib bera olmas edi. Shu ehtiyoj asosida kognitivizm ta'lim nazariyasi shakllandi. Ushbu nazariya ta'lim jarayonida insonning ichki aqliy jarayonlari, fikrlash, idrok, xotira, diqqat va anglashni asosiy o'ringa qo'yadi. Kognitivizm ta'lim nazariyasining mohiyatida axborotni qabul qilish, demak, xotirada saqlash, uni qayta ishlash, tafakkur va yangi vaziyatlarda qo'llay olish imkoniyatlarini berib o'tadi. Kognitivizmda o'qitish jarayonining tashkil etilishi dars jarayonida o'quvchi tahlil qilish imkoniyatiga, taqqoslash, umumlashtirish va xulosa chiqarish imkoniyatlariga ega bo'lishni belgilab beradi. Kognitivizm ta'lim nazariyasining afzalliklari esa quyidagilar. Birinchidan, mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Bilimning chuqur va barqaror bo'lishini ta'minlaydi. Uchinchidan, yosh va individual xususiyatlarni hisobga oladi. To'rtinchidan esa ta'limning ma'noligini oshiradi. Konstruktivizm ta'lim nazariyasida demak, konstruktivizm ta'limni faqat axborot uzatish jarayoni sifatida emas, balki shaxsning rivojlanishi, tajriba orttirishi va ijtimoiy faoliyatda shakllanishi jarayoni sifatida talqin qiladi. Konstruktivistik yondashuv ta'limning insonparvarlik, shaxsga yo'naltirilganligi, amaliy ahamiyati va ijtimoiy mazmunini kuchaytirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda interaktiv ta'lim, loyiha usuli, tadqiqotga asoslangan o'qitish kabi texnologiyalar aynan konstruktivizm g'oyalariga tayanadi. Demak, konstruktivizm ta'lim nazariyasining mohiyati, konstruktivizmda ta'lim tajribaga asoslangan, ma'noli va ijtimoiy hamkorlikka asoslangan hamda muammoli vaziyatlar orqali tashkil etilishi bilan belgilab beriladi. Bolalar psixologi Lev Semyonovich Vygotsky eng yaqin rivojlanish sohasi nazariyasini mohiyatini demak quyidagi ma'lumotimiz orqali tushuntirib o'tamiz. Lev Semyonovich Vygotsky mashhur rus psixologi, bolalar psixologiyasi va pedagogik psixologiya fanlarining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan olim. Uning ilmiy merosida ta'lim va rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik masalasi markaziy o'rinni egallaydi. Vygotsky tomonidan ilgari surilgan eng yaqin rivojlanish sohasi nazariyasi bolalarni o'qitish va tarbiyalashda muhim kasb etadi. Ta'lim va rivojlanish o'rtasidagi bog'liqlik. Demak, Vygotsky ta'lim rivojlanishdan orqada qolmasligi, balki uning oldinga yetaklash kerakligini ta'kidlagan. Agar ta'lim bolaning eng yaqin rivojlanish sohasiga mos kelsa, u bolaning aqliy va shaxsiy rivojlanishini tezlashtiradi. Shuning uchun ham juda oson vazifalar bolani rivojlantirmaydi, haddan tashqari qiyin vazifalar esa bolani charchatishi mumkin. Yangi ko'nikmalarni shakllantirishda real hayotning ahamiyati. Demak, bu yerda amaliyotga tayanish, interaktiv muhit va ijtimoiy muhit orqali rivojlanishni ham inobatga olish zarur.
Bolaning o'zida mavjud bilimlar asosida o'zlashtirilishi, assotsiatsiyalar orqali o'rganish, modellashtirish va taxmin qilish hamda muammoli vaziyatlar orqali amalga oshiriladi. Konstruktivizmning nazariy asoslari Jean Piaget, ya'ni bilimning shaxsning faol tafakkur faoliyat natijasi sifatida rivojlanishini ilgari surgan olim. Lev Vygotsky yuqorida ta'kidlab o'tdik, bilim ijtimoiy hamkorlikda shakllanadi va eng yaqin rivojlanish sohasi nazariyasi orqali ta'lim va rivojlanishni uyg'unlashtirish muhimligini ta'kidlagan olim. Jerom Bruner kashfiyotli ta'lim g'oyasini ilgari surib, o'quvchining bilimni mustaqil topishi va tushunishini muhim hisoblagan. Xulosa o'rnida, demak, zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarida bolaning rivojlanishi va ta'lim samaradorligi nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish asosida amalga oshiriladi. Bolaning yangi ko'nikmalari o'zida mavjud bilimlar hayotiy tajriba asosida shakllanadi. Ular real hayotdan ajralmagan holda o'zlashtirilganda chuqur va barqaror bo'ladi degan xulosaga kelishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, bu mavzu yuzasidan berilgan amaliy topshiriqlar, mustahkamlovchi savollarga javob berishingizda biz omad tilab qolamiz. Keyingi mashg'ulotlarda yana ko'rishguncha